Ko'rinishi buyrak shaklini eslatib turuvchi bu giyoh birodarlar ravo o'simligi hisoblanib quyidagicha kasalliklarni davolaydi. Buyragingizdagi kuchli shamollashlardan hosil bo'lgan ichki polip kista miyomalarni yo'qotadi va haddan tashqari sezilarli darajada kreatin va mochvin oshib ketgan bo'lsa, uni ham tushirib beradi. Buyragidan tortib toki qovoqqacha bo'lgan tuz qumlarni bartaraf qiladi. Hattoki buyrak shamollashidan hosil bo'lib kelgan bo'g'im og'riqlari, shish tuzlari va yallig'lanish og'riqlarini yo'qotadi. Va undan tashqari qarang. Gemodializ darajasiga kelib qolasiz va dializ oladigan darajaga kelib qolasiz. Hattoki buyragingiz ishlamay qoladi, peshob kelmay. Shunaqa kasalliklarni ham oyoqqa turg'izib bera olishga qodir mahsulot. Yana bir Allohning bizga bo'lgan mehribonligini ramzi va isboti hisoblanadi. Birodarlar, buni ishlash tartibi quyidagicha va oddiy hamda oson. Qarang. Boshlanishiga 10 kun davomida bir donadan olasiz, og'izga solasiz. Chaynab, ustidan 200 gram iliq suv ichib borasiz. Qaynatish, damlash mumkin emas, ta'sir qiladi. Kamayatda xullas. 3 mahal och qorin, to'q qorin farqi yo'q. 10 kundan so'ng 2 donadan 3 mahal. 3 oydan 6 oygacha. Ba'zilariga o'xshab 3 tadan 10 ta 15 tagacha iste'mol qiling demayman, zo'riqtirib qo'yasiz tanani. Ta'sir qilaman desa Allohdan shifoni so'rab, sababini qiling, bittasi ham yetarli bo'lishi mumkin birodarlar. Tushuntira olgan bo'lsam yaxshi, tushunmagan bo'lsangiz o'zingizni kamchiligingiz hisoblanadi do'stim. 3 oydan 6 oygacha bor yo'g'i nomisa ravo, barcha ziravorchi attorlarda bor. Bizda ham hattoki sotuvda mavjud. Hozirdagi narxi 150 ming so'm, 185 donasi, ya'ni 1 oyligi. Ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga telefon qilavering. Video roligimiz agar mabodo ozginacha bo'lsa ham yuragingizni jazillatgan bo'lsa, layklarni gumlatib qo'yish, report qilish va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va yuqorida aytgan kasalligim bor bemor tanishlaringiz bo'lsa, video roligini samolyot chiqib borish ham. Xullas, sog' salomat bo'ling barcha-barchangiz. Xayr, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang, asosiysi.